Islomda tushlar ta'biriga ishonish mumkinmi? Keling, hadis va Qur'onga asosan ko'rib chiqamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: tushlar 3 xil bo'ladi. Allohdan bo'lgan sahih tushlar, shaytondan bo'lgan tushlar va kishi o'ylagan narsalardan chiqqan aralash tushlar. Agar tushingizda Qur'on kitobi, Makkaga sayohat, osmonda uchish, tuya, oy, shunday tushlarni ko'rsangiz, xursandchilik va sokinlik sezsangiz, bu Alloh tomonidan berilgan tushlardir. Hadisga asosan bunday tushlarni boshqalarga aytish mumkin va albatta bunday tushlardan keyin Allohga zikr aytish kerak. Agar tushingizda ilon, jinsiy aloqa, jarlikdan qulash holatini ko'rsangiz, qo'rquv hissi bilan uyg'onsangiz va g'amga botsangiz, shubhasiz bu shaytondan berilgan tushdir. Hadisga ko'ra, yomon tush ko'rganingizda uni eslamang, zinhor birovga aytmang va Allohdan panoh so'rang. 3-toifadagi tush bu odamning kun davomida o'ylagan, istagan yoki boshidan o'tkazgan holatini tunda tush tarzida paydo bo'lishidir. Masalan, imtihon, dars va bular hech narsani bildirmaydi. Sizchi, siz qanday tush ko'rasiz? Ikkinchi qism uchun menga obuna bo'ling.